Bugun men sizga juda muhim masalani sodda tilda tushuntirib beraman. Prezident tomonidan ajratiladigan 2 yil bo'yi million so'mlik yordam kim olishi mumkin? Qanday olish mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, qaysi xatolar sabab odamlar bu puldan quruq qolib ketadi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik yordam borligini eshitadi. Lekin tartibini bilmagani uchun vaqtida ariza bermaydi yoki noto'g'ri joyga murojaat qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men sizga amaliy yo'l yo'riqni birma-bir tushuntiraman. Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik. Davlat tomonidan beriladigan har qanday yordam ham hammaga avtomatik tarzda tushib qolmaydi. Ko'pchilik prezident 5 million berarkan, demak menga ham tushadi deb o'ylaydi. Aslida esa bu mablag' odatda muayyan toifadagi fuqarolar, ehtiyojmand oilalar, yoshlar, ayollar, ishsizlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlar yoki aniq dastur doirasida ro'yxatga olingan shaxslarga beriladi. Ya'ni pul bor, imkoniyat bor. Lekin uni olish uchun mezonlar, hujjatlar va tekshiruv tartibi bor. Oldin ko'p masalalar qog'oz orqali. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi yoki xotin-qizlar faoli orqali hal qilinar edi. Odam bir eshikdan kirib, ikkinchi eshikka yuborilar, kimdir ma'lumotni to'liq aytmas, kimdir arizani qanday yozishni bilmas edi. Natijada haqiqatan ham yordamga muhtoj odamlar navbatda qolib ketardi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizimlar, mahalla yettiligi, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari, ijtimoiy himoya yagona reyestri kabi ro'yxatlar orqali tartibga solinmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi sizning og'zaki aytgan gapingizdan ko'ra rasmiy ro'yxatda bor yo'qligingiz, oilaviy daromadingiz, bandligingiz, ijtimoiy holatingiz va hujjatlaringiz muhimroq bo'ladi. Men ko'p kuzatgan eng katta xato shuki, odamlar yordamni tanish bilish bilan olinadigan pul deb o'ylaydi. Yo'q, agar siz mezonga tutsangiz, hujjatni to'g'ri topshirsangiz, murojaatni rasmiy qilsangiz va holatingiz tasdiqlansa, sizda talab qilish huquqi bor. Agar siz mezonga tushmasangiz, kimdir sizga va'da bergani bilan pul ajratilmaydi. Shuning uchun bugun men hissiyot bilan emas, tartib bilan tushuntiraman. Birinchi navbatda kam daromadli oilalar bu masalaga e'tibor berishi kerak. Masalan, oilada 5 kishi yashaydi, faqat bitta odam ishlaydi. Oylik daromad 2 million so'm atrofida. Ijarada turadi yoki kommunal to'lovlar, dori-darmon, maktab xarajatlari og'irlik qilmoqda. Bunday oila albatta mahallaga murojaat qilib, o'zining ijtimoiy holatini rasmiy ko'rsatishi kerak. Chunki davlat yordami ko'pincha aynan real ehtiyojni tasdiqlagan oilalarga yo'naltiriladi. Ikkinchi toifa ishsiz yoshlar. Masalan, 22 yoshli yigit kollejni tugatgan, ish topa olmayapti. Oilasiga yordam berishi kerak. Lekin kasbi yo'q yoki ish boshlash uchun asbob uskunaga puli yetmaydi. Bunday holatda u shunchaki uyda o'tirib kutmasligi kerak. Yoshlar yetakchisiga borib, men ish bilan ta'minlanmoqchiman, kasb o'rganmoqchiman yoki kichik faoliyat boshlamoqchiman deb rasmiy murojaat qilishi kerak. Ba'zi yordamlar naqd pul shaklida emas, balki o'quv kursi to'lovi, asbob uskuna, subsidiya yoki bandlikka ko'mak shaklida bo'lishi mumkin. Bu ham pulning bir ko'rinishi, lekin maqsadli ishlatiladi. Uchinchi toifa, farzandi bor, turmush sharoiti og'ir ayollar. Masalan, ayol 2 nafar farzandini yolg'iz tarbiyalayapti, aliment kelmayapti. O'zi vaqtincha ishlamayapti yoki norasmiy ishlaydi. Bunday ayollar daftari bo'yicha ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin buning uchun u mahalladagi xotin-qizlar faoli bilan gaplashib, holatini hujjatlar bilan isbotlash kerak. Og'zaki aytish yetarli emas. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, aliment bo'yicha ma'lumot, yashash joyi, daromad holati kabi narsalar so'ralishi mumkin. 4-toifa. Nogironligi bo'lgan fuqarolar yoki nogiron farzand parvarish qilayotgan oilalar. Bunday oilalarda xarajat odatda boshqalarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Dori-darmon, reabilitatsiya, yo'l kira, maxsus parvarish vositalari. Agar oilada nogironlik bo'yicha rasmiy ma'lumotnoma bo'lsa, bu ijtimoiy yordam masalasida juda muhim asos hisoblanadi. Lekin yana takrorlayman, hujjat bo'lishi shart. Hamma biladi. Bolam kasal degan gap rasmiy qaror uchun yetarli bo'lmaydi. Agar oilaning daromadi yaxshi bo'lsa, rasmiy ish joylari bo'lsa, nomida bir nechta mashina, uy-joy, faol tadbirkorlik bo'lsa, bunday oila odatda ehtiyojmand sifatida ko'rilmaydi. Albatta hayotda har xil vaziyat bo'ladi. Odamning nomida mashina bo'lishi mumkin, lekin u eski daromad keltirmaydi. Yoki uy bor, lekin oila qarzga botgan. Shunda ham siz holatingizni tushuntirishingiz mumkin.
Lekin yakuniy qaror hujjatlar va tekshiruv natijasiga qarab chiqadi. Yana bir muhim narsa, bu yordamni hamma fuqaroga beriladigan sovg'a pul deb tushunmang. Agar internetda kimdir pasport bilan boring, 20 million olib chiqasiz desa, bunga darhol ishonmang. Davlat yordami har doim biror toifa, dastur yoki mezon bilan bog'liq bo'ladi. Bugun bir hududda bir turdagi yordam berilayotgan bo'lsa, boshqa hududda tartib yoki navbat boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l o'z mahallangizdagi mas'ullardan rasmiy ma'lumot olish va arizani yozma shaklda topshirish. Birinchi misol. Deylik, Samarqand viloyatida yashovchi oila bor. Oilada ota-ona va 3 farzand. Ota kunlik ishga chiqadi. O'rtacha oyiga 20 million so'm topadi. Ona ishlamaydi chunki kichik farzandi bog'chaga bormaydi. Uy ijara 20 million so'm. Maktabga boradigan 2 farzandning kiyim-kechagi, daftar, kitobi, yo'l xarajatlari bor. Bunday oilada daromad va xarajatni solishtirsak, real ehtiyoj ko'rinadi. Agar ular mahallaga borib bizga yordam kerak desa, mas'ullar oilaning yashash sharoitini o'rganadi. Agar mezonlarga to'g'ri kelsa, ular tegishli ro'yxatga kiritilishi yoki moddiy yordamga tavsiya qilinishi mumkin. 20 million so'm bu oila uchun bir oy ijara, oziq-ovqat yoki bolalar xarajatini yopishga yordam beradi. Ikkinchi misol. Toshkent viloyatida 24 yoshli qiz tikuvchilikni biladi, lekin mashinasiz yo'q. U ish so'rab yuribdi, lekin uyda ishlasa ham daromad qilishi mumkin. Agar u yoshlar yetakchisiga borib o'z rejasini aniq aytsa, ya'ni men tikuv mashinasi olsam, oyiga kamida 10 ta buyurtma bajaraman. Har biridan 2 ming so'mdan foyda qoladi. Oilamga yordam beraman desa, bu oddiy iltimos emas, aniq reja bo'ladi. Mas'ullar bunday murojaatni ko'rib chiqishi osonroq. Chunki davlat uchun ham asosiy maqsad odamni doimiy yordamga o'rgatish emas, daromad topadigan holatga olib chiqishdir. Uchinchi misol. Bir ayol ajrashgan 2 farzandi bor. Aliment vaqtida kelmaydi. U mahallaga boradi, lekin faqat pul beringlar deydi. Mas'ul undan hujjat so'raganda u tayyor emas. Ajrim hujjati uyda, bolalarning hujjati boshqa joyda, bank kartasi yo'q, telefon raqami o'z nomida emas. Natijada jarayon cho'ziladi. Xuddi shu ayol oldindan hujjatlarni tayyorlab bo'lsa, ariza yozsa, farzandlari sonini, daromadini, yashash sharoitini ko'rsatsa, masala ancha tezlashadi. Mana farq qayerda? Yordam olishda faqat ehtiyoj emas. Tartibli murojaat ham muhim. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchidan bir martalik yordam bilan doimiy nafaqa bir xil narsa emas. 20 million so'm bir martalik moddiy yordam bo'lishi mumkin. Lekin bu sizga har oy shuncha pul tushadi degani emas. Ba'zi odamlar buni noto'g'ri tushunadi va keyingi oy yana pul kutadi. Agar qarorda bir martalik deb yozilgan bo'lsa, u bir marta beriladi. Keyin yana yordam kerak bo'lsa, vaziyat qayta o'rganiladi. Ikkinchidan, yordam maqsadli bo'lishi mumkin. Masalan, sizga naqd pul emas, to'lov qoplab berilishi, kursga yo'naltirilish, tibbiy xarajat uchun mablag' ajratilishi, asbob-uskunaga olib berilishi mumkin. Odamlar ba'zan menga pulni qo'limga bering deydi. Lekin davlat dasturlarida pulning ishlatilishi nazorat qilinadi. Agar maqsad tibbiy yordam bo'lsa, mablag' shifoxona yoki dori xarajatiga yo'naltirilishi mumkin. Agar maqsad bandlik bo'lsa, pul ish boshlashga xizmat qilishi kerak. Uchinchidan, ro'yxatga kiritilish ham darhol pul tushadi degani emas. Masalan, siz yoshlar daftariga kirdingiz, bu yaxshi, chunki sizning holatingiz tan olindi. Lekin keyingi bosqichda reja tuziladi. Sizga qanday yordam kerak, qancha mablag' kerak, qaysi manbadan ajratiladi, navbat qanday. Shuning uchun ro'yxatga kirganingizdan keyin ham mas'ul bilan aloqani uzmang. To'rtinchidan, noto'g'ri ma'lumot berish xavfli. Agar kimdir daromadini yashirsa, boshqa joyda ishlashini aytmasa, oilaviy holatini noto'g'ri ko'rsatsa, keyin bu aniqlansa, yordam rad etilishi yoki qaytarish talab qilinishi mumkin. Men doim maslahat beraman. Haqiqatni yozing. Chunki mas'ullar soliq, bandlik, kadastr, bank yoki boshqa bazalardan ma'lumotlarni tekshirishi mumkin. Bir marta yolg'on ma'lumot bergan odam keyingi murojaatlarda ham ishonchni yo'qotadi. Beshinchidan, bank kartasi masalasi. Ko'p yordamlar karta orqali tushiriladi. Karta o'z nomingizda bo'lishi, faol ishlashi, bloklanmagan bo'lishi kerak. Ba'zan odam arizani topshiradi, lekin kartasi muddati tugagan bo'ladi yoki boshqa odam nomidagi kartani beradi. Bu muammo tug'diradi. Shuning uchun oldindan bank kartangizni tekshiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari ham to'g'ri bo'lishi kerak. 6-dan, propiska va yashash joyi. Siz qaysi mahallada yashayotgan bo'lsangiz, odatda o'sha hududdagi mas'ullar sizning holatingizni o'rganadi. Lekin doimiy ro'yxat boshqa joyda bo'lsa,
vaqtincha yashash bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilayotganda aniq ayting. Men hozir mana shu manzilda yashayman. Doimiy ro'yxatim boshqa joyda, lekin real sharoitim shu yerda. Zarur bo'lsa ijara shartnomasi, mahalla ma'lumotnomasi yoki qo'shnilar tasdig'i so'ralishi mumkin. Endi eng muhim qism. Nima qilish kerak? Men sizga oddiy, amaliy tartibni aytaman. Birinchi qadam o'z holatingizni qog'ozga yozib chiqing. Oilada nechta odam bor, kim ishlaydi, oylik daromad qancha, asosiy xarajatlar nimalar, nima sababdan yordam kerak. Masalan, oilada 5 kishi, 2 nafar maktab o'quvchisi, 1 nafar bog'cha yoshidagi bola, ota vaqtincha ishsiz, ona norasmiy tikuvchilik qiladi, ijara 900 ming so'm, kommunal xarajat 300 ming so'm, dori xarajati 400 ming so'm. Mana shunday aniq yozsangiz, sizning vaziyatingiz tushunarli bo'ladi. Ikkinchi qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik holati bo'yicha ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash joyini tasdiqlovchi ma'lumot, ijara bo'lsa, ijara bo'yicha dalil, tibbiy xarajat bo'lsa, shifokor xulosasi yoki retseptlar. Hamma holatda ham bularning barchasi so'ralmasligi mumkin, lekin tayyor bo'lsa siz vaqt yutmaysiz. 3-qadam mahallaga boring. Mahallada rais, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, ijtimoiy xodim kabi mas'ullar bo'ladi. Kimga borish sizning holatingizga bog'liq. Agar siz ishsiz yosh bo'lsangiz, yoshlar yetakchisiga boring. Agar oilaviy ehtiyoj bo'lsa, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimga murojaat qiling. Agar ayol sifatida og'ir sharoitda bo'lsangiz, xotin-qizlar faoliga boring. Agar ish boshlamoqchi bo'lsangiz, hokim yordamchisi bilan gaplashing. 4-qadam. Arizani yozma shaklida bering. Og'zaki gaplashib ketib qolmang. Ajarda kimga murojaat qilayotganingiz, ism, familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, oilaviy holatingiz, yordam so'rash sababi aniq yozilsin. Masalan, mening oilam ijtimoiy jihatdan og'ir ahvolda bo'lgani sababli bir martalik moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Yoki ish boshlashim uchun tikuv mashinasi olishga ko'mak berishingizni so'rayman. Arizaga sana qo'ying, imzo qo'ying. Iloji bo'lsa, arizaning qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 5-qadam, uy sharoitini o'rganishga tayyor bo'ling. Mas'ullar kelib, oilaning real ahvolini ko'rishi mumkin. Bundan qo'rqish kerak emas. Ular sizni tekshirish uchun emas, yordam asosini aniqlash uchun keladi. Uyda yashovchilar soni, sharoit, daromad manbasi, farzandlar holati ko'riladi. Siz ularga vaziyatni tinch va aniq tushuntiring. Hujjatlarni ko'rsating. Biror narsani yashirmang. 6-qadam, murojaat natijasini kuzatib boring. Ariza berdingiz, keyin butunlay jim bo'lib ketmang. 7 yoki 10 kundan keyin borib, arizam qaysi bosqichda deb so'rang. Agar rad etilsa, sababini yozma yoki aniq og'zaki tushuntirib berishlarini so'rang. Menga bermadi deb xafa bo'lishdan oldin, nega bermaganini biling. Balki hujjat yetishmagandir. Balki siz boshqa dasturga mos tusharsiz. Balki arizani qayta to'ldirish kerakdir. 7-qadam, elektron xizmatlardan ham foydalaning. Agar sizda internet bo'lsa, MyBookGov.uz orqali ayrim murojaatlarni yuborish mumkin. Prezident virtual qabulxonasi orqali ham muammo bo'yicha murojaat qoldirish mumkin. Lekin men buni 1-qadam sifatida emas, mahalladagi oddiy tartib natija bermaganda qo'llashni maslahat beraman. Chunki ko'p masala baribir hududdagi mas'ullar orqali o'rganiladi. Elektron murojaatda ham aniq yozish kerak. Falon sanada mahallaga murojaat qildim. Falon hujjatlarni topshirdim. Ammo javob ololmadim yoki holatim o'rganilishini so'rayman. 1-xato faqat ijtimoiy tarmoqdagi gapga ishonish. Telegramda, TikTokda yoki YouTube izohlarida kimdir hamma oladi desa, bu rasmiy ma'lumot emas. Siz albatta mahalla yoki vakolat tashkilotdan tasdiqlang. 2-xato hujjatsiz borish. Odam boradi, lekin na pasport nusxasi bor, na karta raqami, na sanglishdi deydi. Aslida jarayon hujjat bilan yuradi. 3-xato vaziyatni umumiy gap bilan tushuntirish. Qiynalyapman degan gapning o'zi kam. Nimadan qiynalyapsiz? Daromad qancha, xarajat qancha? Qaysi yordam sizni vaziyatdan chiqaradi? Shu savollarga javob bo'lishi kerak. 4-xato vositachilarga ishonish. Agar kimdir sizga men 21 millionni chiqarib beraman, oldindan pul ber desa, ehtiyot bo'ling. Davlat yordamini olish uchun hech kimga pora yoki xizmat haqi berilmaydi. Rasmiy ariza bepul topshiriladi. Agar kimdir pul so'rasa, bu juda xavfli holat. 5-xato yordamni noto'g'ri maqsadga ishlatish.
Agar sizga dori uchun yordam berilsa, uni boshqa narsaga sarflab yuborsangiz, keyingi safar ishonch kamayadi. Agar ish boshlash uchun asbob berilsa, uni sotib yuborish yoki ishlatmaslik ham muammo keltiradi. Davlat yordami birinchi navbatda sizni oyoqqa turg'azish uchun beriladi. Demak, prezident tomonidan ajratiladigan ilk 1 million so'mlik yordamni olish uchun eng muhim narsa shuki, siz avvalo qaysi toifaga kirishingizni aniqlaysiz. Hujjatlarni tayyorlaysiz. Mahallaga yoki tegishli mas'ulga yozma murojaat qilasiz. Holatingizni aniq raqamlar bilan tushuntirasiz va arizangiz natijasini kuzatib borasiz. Bu pul hamma uchun avtomatik sovg'a emas. Lekin haqiqatan ehtiyojmand bo'lgan, tartib bo'yicha murojaat qilgan odamlar uchun real imkoniyat bo'lishi mumkin. Men sizga yana bir bor aytaman. Gapni eshitib yuravermang. Hujjatni tayyorlang, arizani yozing, rasmiy javob oling. Shunda sizning huquqingiz ham, imkoniyatingiz ham aniq bo'ladi. Agar siz yoki tanishlaringiz shu yordamni olishga harakat qilgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududda qanday murojaat qildingiz, natija qanday bo'ldi? Bu boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning muammosini yengillashtirishi mumkin.